bayrog'ing boshingda filtirar. Hurmatli ammajon, Nasriddin bilan oilasi buyrug'ingizga binoan yetib keldi. Erkan. Ammajon, qanday yaxshisiz, charchamaysiz, uydagilar yaxshimi? Kelin, mana qo'shiqchani sumkasiga solib qo'ying. Voy, buni nima qilaman, oyijon? Navoda ammangizdan qo'rqib tirpilib orqaga ketib qolsa, shu bilan tortib olasiz. Ha, yo'q. Davay, uyda tez-tez tozalanglar. Obijon jiyanim, sen qilma bu yoqqa kel. O'zim senga novvoy choy bilan pryanik beraman. Aynan ammalar yurak naqshidir, ammani bori yaxshidir. Zing'illatingizlar qani? Oyijon, ammamlarga hokim kelyaptimi? Nima puli gilamlarigacha qo'qtiryapti. Bilmadim, dadasi opang. Necha marta aytganman, opayz deyolmadi, qo'rqqandan yana oyog'im ishlamay qoldi. O, bratishka ko'zingga nima qildi? Ana shikaf ko'rib oldim. Xotini urdi. Uyda hamma sher chaynik bela otadi. Mana endi biz quyonchada ammaga bir-birini sotadi. O'zi birinchi boshlardi, ichib kelib sendiki bingibot xotin kerakman. 18 yosh onasi o'pmaganiga uylab olaman dedi. Kecha opajon boshqaga tarilmaydi. Oilasinglarga hali o'yinchoq bo'ldimi? Uporli o'zi. Sen 80 marta ajmaniya qilasan, sen 50 marta o'tirib turasan. Raz, dva. Qizimda tuzum bor edi-ya. Ha, kelin. Arslonda ammamni bo'lar bo'ldi. Chotoyga ammamni qaynopasi keldi. Voy, monolar nima yotib olishdi? Mehmonni ham shunaqa kutib oladimi? Ana, uporli o'zi qildirayotgandim-da, qaynopajon. Nima? Upper loja? Upper loja bo'lsa, upper lojada 70 marta o'tirib turasiz. Davay. O, qaynopa qaynona kelinni talaykan, hammasini jonini amma olaykan. Xotinim kelyapti.